Hadeb shogird menga ustalik qiladi. Shogird sizga ham bitta zo'r zadacha bor. Mana ming, mana stakan. Mana qarang, mana tanga, mana 10 so'mlik tanga. Mashina shunday qilib qo'yib berish kerak. Mashina bunday qilib qo'ysam, menga. Men sizga, mana 1000 so'm pul. Hada menga katta ketasiz, usta uni qila olasizmi, buni qila olasizmi? Mana ustangizdan moshni tanga yana 10 so'mlik bo'lsa kerak. Bo'ladi. Bo'lgan narsani biz sizga ko'tarib kelamiz. Bo'lmaydigan narsalarni olib kelmaymiz. To'g'ri kallani ishlatish kerak. Kuxnyada bor narsalardan foydalansangiz bo'ladi, to'g'ri kelay foydalanmaysiz, shu to'g'ri yopishtirish mumkin emas. Qolgan qanaqadir bir fizikaviy, matematikaviy bo'ladi-yu, ximiyaviy bo'ladi-yu masalan. Xamir bo'ladi? Xamir bo'lmaydi. Shunga o'xshagan narsalardan foydalansangiz bo'ladi. To'g'ri yopishtirish mumkin emas, qo'lda ushlab turish mumkin emas. Mana men uchun pul. Ya buni ya bo'lishi mumkin emas. Ya. To'g'ri kallani ishlatish kerak. Ko'rsatib bering, men qila olmayman. Siraz aqlim yetdi. Meni sekin olib boramiz o'zimiz tomonga. O'qimagansiz-da o'qimagansiz. O'zingizda bitta ko'raylikchi. Shogird mana bunda. Tak, buni kallani ishlatasiz. Vilka, ikkita vilka olasiz. Kuxnyada deyapman-ku. Men sizga. Tak, vilkani qo'yamiz orasiga tangani. Tangani joylashtirish kerak, yaxshilab. Tak. Mana. Bunday qilib sirasi. Yo'q, qo'yli. Bu ustasi bo'ladi, ustasi. Shu uchun hada menga pul ko'tarib kelmay shogird, bolani ko'rsatib qo'y xalqqa. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib qo'yasizlar. Yeng.